Mesela deyin, nima uchun 2017-yili bizning urug' tuqqanlarimizni lagerga so'lgandan yoqqan achchig'imiz kelib qoldi? Acaba uning oldida biz erkin yashaganmi? Uning oldida Xitoy bizni ezmaganmi? Xitoyga qarshi turish uchun, ya'ni Xitoyning hokimiyatiga qarshi turish uchun, bu ishg'oliyatdan qutulish uchun chuqur bizga zulm solgan vaqtda andan keyin uyg'onishimiz kerakmi? Dushmanning dushmanligini bizning e'tiqodimiz deb beradigan bo'lsa, bizning iymon etgan vaqtda tavallo va tabarra degan bir uqum bor. Allohning do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lish degan. Bu iymonning eng aqalliy shartlarining biri ekanligini butun musulmonlar biladi. Unda da bir Uyg'ur musulmonga nisbatan Xitoyga moyillab qelish, Xitoydan umid kutib qelish, texmi keskinroq, qat'iyroq aytgan vaqtda, hatto u bir e'tiqodiy masala emasmi? Biz masalaga biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan vaqtimizda biz Allohga shirk keltirmaymiz degan vaqtda Makkadagi arablar, musulmonlar Lat Uzza kallasiga kelsa, Uyg'ur musulmonlar la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan vaqtda Xitoy kompartiyasi esib kelishi lozim. Biz mushuni shirk keltirib solmayli e'tiqodimizga deyishi lozim. Chunki bizning mahallamizda Lat yo'q. Bizning tuproqlarimizda Uzza yo'q. Manat yo'q. Bizning tuproqlarimizda Xitoy hokimiyati bor. Bizni qul qilma deydigan, Allohning qulligidan o'zining qulligiga tortadigan Xitoy hokimiyati bor. Bizning diniy tushunchimizga bu yugurilmasa, men o'ylayman bizning diniy tushunchimiz intayin kamtuk qolgan bo'ldi. O'zining ruhidan, eng mohiyatli tarafidan ayirib qolgan bo'ldi.